Srochnaga 2 xonali kvartirani puliga 2 sotdan iborat bo'lgan kottejimiz sotuvga chiqyapti. Territoriya betonka atrofidan ko'rib turganingizdek ayvongacha qo'yganlar. Bu tomonda birinchi sanuzuli asosiy kiraverishdagi darvoza xonasi. Xonalari boshlanib ketadi, shochkalar elektronik o'zgartirilgan. Kirgandan uyimiz oshxona qismi, u tomondan ham yo'l bor, bu tomondan ham yo'l bor uyimizga kiraverishda. Kuxma garniturasi gaz plita vichka plus aristongacha o'rnatib qo'yilgan. Fonoviy remont holatida eshiklari MDF eshiklardan kattagina koridor, u tomondan ham yo'l bor deb o'tdik. Asosiy ko'cha tomondan bu birinchi xonamiz ko'rinishi. Oyoqtagilar laminat qilib qo'yilgan. Bu tomonda esa sanuzul qismi. Uyimizda ikkita sanuzul bor. Vanna akril litiy unitazlargacha o'rnatib qo'yilgan, rakvinasigacha o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda keyingi spaynasi, derazalar hammasi rishotka qilib qo'yganlar uy egalari. Uyimizda isitish tizimi kotel orqali, bu tomonda esa zal qismi konditsionerlari qo'lar ekan. Mana shu 2 sotdan iborat bo'lgan kottejimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil betonka, narxi $57.900, kelishtirib arzon qilib beriladi.